Navbatdagi mashinamiz Hyundai Staria 2025 1.6 turbo gibrid. Turistik firmalar uchun juda maqbul yechim. Qora rangda, beskulochoy dostуп, 360 kamera, slipoy zonalargacha bor mashinamizda. Xudo xolasa hamma komplektatsiyasi bor. Qoraga sariq neobishniy salonlarda elektronik sideniya hamma funksiyalari bor. Mashinamiz atiga 20.600 km masofani bosib o'tgan. Hamma funksiyalari bor, full komplektatsiyada ishlaymiz. Qarang, o'zi ochilib yopiladi. Xudo xolasa ko'rishingiz mumkin. Orqalari kapitanskiy sideniya, outdoor, abagrev hamma funksiyalari bor. Hattoki 220 toklargacha beradi. Ichkarida kameralar bilan jihozlangan haqiqiy turistik mashinamiz. To'liq komplektatsiyada. Orqalarini ko'rishingiz mumkin. Xursandlik faralarda. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Mashinamizning narxi, Koreyadagi narxi $32,000 deb baholanyapti. O'zbekistonga yetkazib olib berishlari bilan $36,000 ga aylanadi. Rastamashka to'lovlari alohida chiqadi. Turistik firmasi bor odamlar aloqaga chiqsa bo'ladi. Unda bojxona to'lovlari o'ta arzon narxda chiqadi. Azam Avtoga murojaat qilsangiz, video rasmlar hammasini jo'natib beramiz. Inshaalloh kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.